yoshlik nima uchun beriladi? Yoshlik qarilikni ta'minlash uchun beriladigan vaqtgina xolos. U ko'p emas. U asosan mana sizlar 25-30 ga kirgungacha. 70-80 ga kiraman desangiz, o'sha yoshni ta'minlash uchun beriladi sizga bu vaqt. Shu yoshga kirganlaringizcha sizlar tegishli bilimli bo'lsalaringiz, tegishli vazifalarga yo'l topsalaringiz, o'zingizni sohangiz uchun kerakli mutaxassisga aylansangiz, istiqbolli bo'lasiz. Mutaxassisni shakllantiradigan narsa bu talaba mustaqil o'zi bajaradigan ish. Uni hajmi, mazmuni va soni. Mana mendan so'rasalar domla bilimni 100% deydigan bo'lsak, necha foizi qaysi davrda egallanadi desangiz, men quyidagicha aytardim. 15% ma'ruzadan kelishi mumkin. 20-25% amaliyot darslaridan bo'lishi mumkin, laboratoriya bor, amaliyot darsi bor va 60-70% sizlar o'z ustlaringizda ishlasalaringiz olasizlar buni. Mustaqil bajaradigan, mustaqil loyiha qilsangiz, seminar yozsangiz, mashvarat qilsangiz va o'shandan bilim keladi. Otangiz biznesmen bo'lsa ham, agar sizning bilimingiz, sayozligi uni biznesiga xalaqit beradigan bo'lsa, sizni ishga olmaydi. Yaxshi kissangiz 4-5 kun berib qayt, boy bola mana shu ishlar deydi, menga tegma, xalaqit qilma, ziyoning tegmasin deydi. Mana 4-bosqichdan keyin magistraturaga sizlarni chet elga borib magistraturani o'shada davom ettirishlaringizni istaymiz. Nima uchun? Dunyoda iqtisodiy, ilmi rivojlanib ketgan mamlakatlar bor. Yaponiya, Janubiy Koreya, bugun Xitoy, Hindistonning o'ziga yo'nalishlari bor, ketyapti. IT yo'nalishida, farmatsevtika, sanoat ayrim yo'nalishlari bor. Turkiya muayyan darajada, G'arbiy va Sharqiy Yevropa, Amerika qo'shnishi. Bizning maqsadimiz ana shu mamlakatlarni yetakchi universitetlarga borib magistraturani davom ettirishlaringiz kerak. Bizda yo'q narsa, biza bera olmaydigan narsani u yerda olishlaringiz kerak. Chet elga borib o'qidi degani o'sha yerda qolib ketdi degani emas. Boshqalarning ilmini ham O'zbekistonga olib kirishimiz kerak. Chunki faloncha buni biladi, pistoncha buni biladi, bu yerda bu rivojlangan, bu yerda bu rivojlangan. Shuni hammasini yig'ishtirib kela olsam men muayyan darajada O'zbekistonga teng mamlakat bo'lmaydi o'rtoqlar. Ana shu funksiyani qismasidan bajarishlaringiz kerak. Paxtaga chiqardik har yili sentyabrda 15-20 dan keyin to oktyabr, bozor, noyabrgacha, dekabrgacha qolib ketgan yillar bo'ldi. O'qish chala bo'lardi. Majburiy mehnat bor, bolalar haligi ekspluatatsiyasi bor. Hozir O'zbekiston sanoatlashyapti. Juda ko'plab zavodlar, fabrikalar qurilyapti. Agrar tizim yarim sanoatlashyapti. Endi qisqa muddat, mana 8-9 yilda bundan ziyod ish qilib bo'lmaydi. Endi bugungi asosiy uchrashuvimiz sababi nima? Sababi buni hammasi uchun chet tilini mukammal bilish kerak, ingliz tili. Ingliz zabon ma'lumini tinglay oladigan darajada bo'lish kerak. Ingliz tilidagi darsni qabul qila oladigan darajada bo'lish kerak. Tillaringiz bo'lsa, o'sha chet elga borib, o'qib, ularning bilimini olib keladi. Bugungidek mana O'zbekistondagi bugungidek ilmga munosabat, ta'lim yo'l ochilishi hech qachon bo'lmagan.